2025-yil nimalarga erishdim? Yanvar oyi kichik o'g'limni tug'ilgan kuni munosabati bilan uning xohishiga ko'ra dunyodagi eng tinch davlat Qatarga bordik. Fevral oyi o'zimni Believe psixologik markaz ofisimni ochdim. Aprel oyi Qizil pomada ijodkorlari bilan birdaniga Nukus, Xorazm va Buxoroga katta seminarga bordik va mingdan oshiq ayollarga bilim berishga erishdim. Aprel milliy partiya uyushtirdim va partiyada auksion ham bo'ldi. Birinchi o'rin sovrindori Dubayga 2 kishilik sayohat yutib oldi. Iyun oyi turmushimizning 17 yillik munosabati bilan turmush o'rtog'im menga mashina sovg'a qildilar va xuddi asal oyidek ikkalamiz Montenegroga dam olishga bordik. Avgust shogirdlarim bilan birga Xitoyga bordim va birdaniga 3 ta joy Pekin, Zinzatse va Guanchjouga bordik. Orzuyimdagi Avatar kinosidagi joy va buyuk Xitoy devorini ko'rdim. Dekabr oyi Maskarat bal shousini o'tkazdim. Bu yilda ayollar uchun yangi kurslar va undan tashqari professional psixologik yaratuvchi kurslar ham ayollik jozibasini oshiruvchi kurs ochdim va bu yilda yanada ko'proq niyatim bor. Sizdachi, yil qanday o'tdi?